17 bob. Hazreti İsa bu sözlerini qilgandan keyin ko'zlarini arshga tikib, mundaq duo qildi. Ey ata, mening vaqt soatim yetib keldi. Sen o'g'lingning ulug'lig'ini ayon qilgin. Buning bilan o'g'lingmi ulug'lig'ingni ayon qilsin. Chunki sen uningga butkul insoniyatdan ustun huquq ato qilding. Buning bilan sen uningga bergan odamlarning hammasiga mangulik hayot ato qilsin. Mangulik hayot bo'lsa, haqiqiy birdan-bir Xudo seni va sen avatgan İsa Masihni tanishtir. Men sen menga buyurgan hamma ishlarni o'rindash bilan sening ulug'lig'ingni yer yuzida ayon qildim. Ey ata, sening yeningga qaytqanimda dunyo opirdi bo'lishdan burun biz bahrimon bo'lgan ulug'liqdan meni qayta bahrimon qilgaysan. Sen bu dunyoda menga tanlab berganlarga seni ayon qildim. Ular seninki edi. Ularni menga berding. Ular sening so'zingga amal qildi. Ular sen menga bergan hamma narsalarning seningdan kelganligini endi bildi. Chunki sen menga qilgan so'zlarni ularga yetkizding. Ularmi qabul qildi. Sendin kelganligimni haq deb bilib yetdi. Hamda meni avatganligingmi ishondi. Bularga duo qilaman. Bu dunyoning odamlarga emas, balki sen menga bergan odamlarga duo qilaman. Chunki ular seninkidir. Meningki seninkidir. Seninki bo'lsa meningkidir. Mening ulug'lig'im ular orqali ayon bo'ldi. Men endi ayrilish oldida turaman. Ularni bu dunyoda qoldirib, sening yeningga ketyapman. Ey muqaddas ata, ularning sana bo'lgan sodiqligini saqlagin. Biz ikkimiz bir bo'lgandek, ularmi bir bo'lsin. Men ular bilan birga bo'lgan vaqtimda ularning sana bo'lgan sodiqligini saqladim, ham qo'g'didim. Ularning ichida halokat yo'lga mangan kishidan boshqa birimi yo'qolmadi. Muqaddas yozmalardiki, menga sotqinlik qildigan kishi to'g'riliq aytilganlarning amalga oshirilishi uchun mushundaq bo'ldi. Mana endi sening yeningga ketaman. Ularning qalbida mening xushallig'im to'lib toshsin deb bu so'zlarni dunyodagi vaqtimda so'zladim. So'zlaringni yetkizdim. Bu dunyoning odamlari ulardan nafratlendi. Chunki men bu dunyoga mansub bo'lmaganimdek, ularmi bu dunyoga mansub emasdir. Ularni bu dunyodan ayirvat deb emas, balki shaytondan saqla deb tilayman. Men bu dunyoga mansub bo'lmaganimdek, ularmi bu dunyoga mansub emasdir. Ularni haqiqating orqali o'zingga otug'izgaysan. Chunki sening so'zlaring haqdir. Sen meni dunyoga avatganingdek, menmi ularni dunyoga avatdim. Ularmi o'zlarini haqiqiy otsin deb o'zimni sana atayman. Men ular uchunla emas, yana ularning yetkizgan so'zlarini anglab, menga e'tiqod qildiganlar uchunmi duo qilaman. Ularning hammasi bir bo'lsin. Ey ata, sen menda, men senda bo'lgandek, ularmi bizda bo'lsin. Shu orqali bu dunyoning odamlari meni sening avatganligingga ishonsin deb duo qilaman. Biz ikkimiz bir bo'lgandek, ularmi bir bo'lsin deb sen menga bergan ulug'liqni ularga ato qildim. Men ularda
sen mende. Bu, ularning ittifoqligining mukammallashishi uchundir. Bu dunyoning odamlari shu orqali meni avatganligingni ham meni sevginingdek menga e'tiqod qilganlarni sevdiganligingni bilsin. Ey ota, sen menga bergan kishilarning hammasining men bilan bir yerda bo'lishini ham ularning ulug'lig'imni ko'rishini orzu qilaman. Bu dunyo opirda bo'lishdan burun meni sevganliging uchun menga bergan ulug'liqdir. Ey odil ota, bu dunyoning odamlari seni tonimaydi. Ammo men seni toniyman. Shogirdlarimmi meni sening avatganligingni biladi. Men seni ularga ayon qildim. Yana davomliq ayon qilaman. Buning bilan menga bo'lgan mehr muhabbating ularda bo'lsin. Hem menmi ularda bo'lay.